Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aqida tahoviyya darslarini davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatimizda Alloh subhanahu va taoloning gapirish sifati haqida gaplashayotgan edik. Demak, Alloh subhanahu va taolo gapiruvchi zot. Ya'ni so'qov emas. Alloh subhanahu va taolo bandalarga vahiy tushira oladigan zot. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarni hidoyati uchun ularga kitob nozil qilgan zot. Demak, vahiy ham, kitob ham, mana bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloni gapirishining ko'rinishlaridir. Tushunarlika? Demak, Alloh subhanahu va taolo gapiradi va u gapini esa Qur'on shaklida nima qildi? Payg'ambariga nozil qildi. Demak, mo'min kishining e'tiqodi ana shunday bo'lishi kerak. Gapirish Alloh taoloning sifati. Qur'onni yaratganmi? Yo'q, Qur'onni yaratmagan Alloh taolo. Balki Alloh taolo o'zini aytmoqchi bo'lgan gaplarini arab tilida, Qur'onni oladigan bo'lsak, arab tili shaklida so'zlar, jumlalar, iboralar shaklida qildi, gapirmoqchi bo'lgan gapini so'zlar shakliga keltirdida, uni keyin payg'ambari alayhisolatu vassalomga nozil qildi. Payg'ambarga qanday nozil qildi? Farishta orqali nozil qildi, tushirdi. Ana shu ahli sunna va jamoani Alloh taoloning gapirish haqidagi aqidasi shu. Va ma'lum bir zamonda demak Qur'on Alloh taoloning gapi emas, balki yaratgan narsasi degan tarixiy bir kontekstda bu mojaro va uning aslini ko'rib chiqdik. Va ahli sunna va jamoa aqidasini ana shunday bo'ladi bu masalada. Demak, Alloh taoloni gapirishi deganimizda ikki narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Biri o'xshatib qo'yishlik, ikkinchisi esa ya'ni gapirish mavzusini inkor qilish bo'lib qoladi. Mana bu ikkalasi ham noto'g'ri. Ahli sunna va jamoa o'rtasi. Alloh taolo gapiradi, lekin bandalar kabi emas. Alloh taolo Qur'onni yaratmagan, balki Alloh taoloning so'zidir Qur'oni Karim. So'ziga dalolat qilguvchilardir. Ya'ni Qur'oni Karim Alloh taolo agar gapiradigan bo'lsa insonlar kabi gapiradi-yu. Shuning uchun uni gapirgan demaylik Qur'on, balki yaratgan deylik deb bu taraf etsa, biz aytamizki, Alloh taolo gapiradi deymiz. Bu tarafdagilar aytadiki, ha, Alloh taoloni gapiradi va u inson kabi deydi. Yo'q, biz aytamizki, inson gapi emas, lekin gapiradi deymiz. Tushunarlika? Bir taraf gapirsa bandaga o'xshab qoladi deb inkor qiladi. Bir taraf esa inkor qilmaydi-da, butkul chekka ma'noni, ya'ni inson kabi gapiradi deydi. Yoki harflar bilan, tovushlar bilan, jumla kalom bilan, so'zlar bilan, gaplar bilan deydi. Mana bu ikkalasi ham noto'g'ri. Ahli sunna va jamoaning yo'li o'rtada. Alloh taolo gapiradi, lekin insonlar kabi emas. Qur'oni Karim, mushaf shariflar qo'limizdagilar esa, demak ichidagi sof ma'nosini, harflar emas, boshqa emas. Ma'nosi ana o'sha Allohning kalomi. Lekin mana bu harflar yoki kitob, qog'oz, yoki talaffuzimiz, mana bu narsalar esa hammasi insonni, bandani progressi, bandaning gapirish jarayoni yoki o'qish jarayoni bilan. Bular esa yaratilmish bo'ladi tabiiy. Ana shunday. Demak, mana bu ikkita og'ishuvdagi o'rta yo'lni tutishlik to'g'ri bo'ladi va ahli sunna va jamoaning pozitsiyasi ana shunday. Imom Abu Ja'far Tahoviy so'zlarda davom etib shunday deydilar. Alloh subhanahu va taolo demak Qur'oni Karimni kalomi o'laroq nozil qildi va anzalahu ala rasulihi wahyan. Va o'zining payg'ambariga vahiy qilib nozil qildi. Alloh taolo to'g'ri Muhammad alayhisalomga gapirmadi, yoki balki nima qildi? O'rtaga elchi qo'ydi. U elchi Nabiy alayhisolatu vassalomning qalblariga 23 yil davomida Qur'oni Karimni olib kelib turdi. Shundaylarga vahyan. Va saddaqahul mu'minina ala zalika haqqan va ayqanu annahu kalamulloh ta'ala bil haqiqati. Va butun insoniyat tarixida Qur'oni Karimni Allohning kalomi deb ishonganlar mo'min musulmonlardir. Mo'min musulmonlar Nabiy alayhisolatu vassalomga Qur'onni qanday tushayotganini, boshqasini ko'rib, o'zliga uni haq ekanligini bilib iymon keltirishdi. Chunki Nabiy alayhisolatu vassalom haligi bir chekkaga o'tirib, o'ylab, tasavvur qilib Qur'onni yozmasdilar-da. Rasululloh o'ynab, kulib, sahobalar bilan o'tirib, ovqat yeb, boshqa qilib turganlarda birdan qattiq ter tutardi, jim bo'lib qolardilar, qaltirab qolardilar. Keyin o'zlari kelib, endi hozir menga shu oyat nozil bo'ldi dedilar. Yoki jang oldi,
turibdilar, xavotir hamma saflar tizilgan, boshqa qilgan, birdan yana Nabiy alayhisolatu vassalomni qaltiroq tutadi, o'tirib qoladilar. Tuyada bo'lsa tuya ham o'tirib qoladi. Turib aytadilarki, menga bunday oyat nozil bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Bu bandaning, insonning ijod mahsuli emas. Ijod qiladigan odam o'zi biladi, o'ylab yuradi, boshqa qiladi, yozadi, chizadi, o'chiradi, to'g'rilaydi. Bo'lib ham payt bizdagi hozir yozish, qayd qilib qo'yish vositalari, qog'oz qalam ko'p bo'lmagan, boshqa bo'lgan. Demak, mo'minlar Nabiy alayhisolatu vassalomga vahiyni tushayotganini ko'rishdi va shu bilan nima qilishdi? Sahoba ikromlar buni 100% ishonishdiki, bu Nabiy alayhisolatu vassalomning ijodlari emas, yozganlari emas, balki bu olamdan tashqari bo'lgan bir manbadan kelayotgan insoniyatga maktubdir. Ana shunga ishonishdi. Nabiy alayhisolatu vassalom menga tushayotgan narsa Allohning kalomidir. Voy insonlar, sizlarga bu xabardir. Alloh taolo bunday deyapti, bunga buyuryapti, unga iymon keltirishlarga chorlayapti deb Nabiy alayhisolatu vassalom insonlarning ichida nima qilardilar? Makkalik davrlarida insonlarni Qur'onga da'vat qilar edilar. Qo'ldan kelgancha fursat topdicha ularga Qur'oni Karimni tilovat qilib berar edilar va o'zlarini chin payg'ambar ekanliklariga mo'jizalar ko'rsatib berardilar. Lekin shunda ham Makka mushriklari Nabiy alayhisolatu vassalomni bir shoir deb ko'rishardi. Yo, bu hech she'r yozmagan-ku, qanday endi shoir deymiz? Sehrgar deb qolaylik. Sehr ham qilmagan, o'rganmagan, boshqa qilmagan. Buni jin uryapti, alahsirayapti yoki tutqanog'i bor deb turli xil versiyalarni oldinga qo'yishardi. Alloh subhanahu va taolo esa Qur'oni Karimning mo'jizaligini ko'rib, Nabiy alayhisolatu vassalom mo'jizalarini ko'rib ham ishonmagan kishilarga nima dedi? Sauslihi saqar. In hadha illa al-qawlul bashari. Bu Muhammad o'zi to'qiyapti degan kishilarga Alloh subhanahu va taolo uni saqar do'zaxiga kirg'izib kuydiraman deb nima qildi? Ogohlantirdi. Abu Ja'far Tahoviy aytibdilarki, mo'minlar mo'jizani ko'rib, Nabiy alayhisolatu vassalom tushayotgan oyatni shaklini, uning ma'nosini, tuzilishini, strukturasini, turli jihatini ko'rib lol qolishdi. Bu insonning so'zi bo'lishi mumkin emas deyishdi. Iymon keltirishdi. Lekin ko'rib turib, bilib turib, haligi mutaassibligidan, ota bobosi qoldirib ketgan an'anaviy dindan voz kecha olmay, mana bu masalaga ilmiy bir aql bilan obyektiv yondasha olmagan kishilar nima qilishdi? O'zlarini mutaassibliklarda qolib ketishdi va deyishdiki, in hada illa qawlul bashar. Muhammad olib tushayotgan so'z, bu oyat karima illoki insonning so'zidir deyishdi. Muddathir surasida Alloh taolo aytadi, sauslihi saqar. Kim agar shuncha ishni ham ko'rib turib, bu yana insonning ijod mahsuli, bu yana Muhammadning gapi deydigan bo'lsa, uni saqar do'zaxiga kirg'izib kuydiraman deb nima qildi? Ogohlantirdi. Demak, Alloh taolo iymon keltirganlarga bashorat, iymon keltirmaganlarga esa ogohlantirar ekan. Shundan bilamizki, bu Alloh taoloning nimasidir? Kalomidir. Robbil olaminning gapidir, u zotning xitobidir, u zotning bashariyatga yuborgan maktubidir va biror bir jihatdan insonlarning so'ziga o'xshamaydi. Biror bir jihatdan Qur'onning mo'jizalari haqida ham bir inshaalloh o'rni kelganda gaplashamiz. Ya'ni Qur'oni Karimni strukturasi, tuzilishi, uni ichidagi ma'nolar, g'aybdan xabar berishi, o'tgan qavmlardan xabar berishi bir mo'jiza. Nabiy alayhisolatu vassalomga kelayotgan savollarga Rasululloh bilmaganlarda Qur'onni tushishligi, bu ham mo'jiza. Yoki kelajakda keladigan ishlarni xabar berishlik mo'jiza. O'limdan oldingi ishlar haqida xabar berganligi mo'jiza. O'limdan keyingi insoniyat tugab bitgandan keyingi bo'ladigan hodisalar haqida xabar berishi mo'jiza. Ko'ryapsizmi? Turli jihatdan qarasangiz mo'jiza. Va buni ulamolarimiz i'jozul Qur'on, Qur'oni Karimni mo'jizalari ilmida bobida o'rganishadi. Yana Abu Ja'far Tahoviy aytadilarki, "Va la nujadilu fil Qur'ani va nashhadu annahu kalamu robbil alamin." Qur'oni Karimda mujodala qilmaymiz. Ya'ni ilmsiz bahs, munozara qilmaymiz. Ittifoq qilgan o'rnimiz bor. Nima u? Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi, so'zidir. Nazala bihi ruhul amin. Ruhul amin bo'lgan, ishonchlik elchi bo'lgan Jabroil alayhissalom bu Qur'oni Karimni Alloh taolodan olib Muhammad alayhissalomga olib tushgandir.
فعلمه سيد المرسلين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. Abu Ja'far Tahoviy so'zlari davom etib yozadilarki, demak Jabroil Qur'onni olib Muhammad alayhissalotu vassalomga olib tushdi va unga ta'lim berdi, Rasulullohga nima qildi? Qalblariga soldi. Nabiy alayhissalotu vassalom Qur'on tushganda uni unutib qo'ymay, esimdan chiqib qolmasin deb nima qilardilar? Tez tillarni qaytarib olardilar. Misol bir nomer eshitsangiz esdan chiqarmaslik uchun ketma-ket esingizda qaytarib olasiz-ku. Rasululloh ham hayajon bir tomondan tushyapti, bir tomondan unutib qo'ymash kerak. Uni bir harfi ham kamayib qolmash kerak, ummatga yetkazish kerak. Mana bu mas'uliyatni his qilib ichlarida qaytarardilar. Shunda oyat nozil bo'ldiki, la tuharrik bihi lisanak. Qur'on tushar ekan, tilingizni qimirlatib uni yodlab olishlikka urinmang. Inna alayna jam'ahu va qur'ana. Ey Muhammad alayhisalom, uni qalbingizga jo qilib qo'yish, qalbingizda jo bo'lganini tilingizda joriy qilib ummatlaringizga o'qib berish kafolati, kafilligi bizdadir. Deb Alloh taolo nima qildi? Qur'onning Qiyomat surasida aytib qo'ydi. Shundan keyin Rasululloh xotirjam bo'ldilar. Bo'lmasam tushgandayoq nima qilardilar? Tez esdan chiqib qolmaslik uchun, boshqamaslik uchun qaytarib takrorlab olardilar. Shuning uchun Alloh taolo aytgan, ey Muhammad alayhisalom, esimdan chiqib qolmasin, boshqa qilmasin, tushib qolmasin deb tilingizni qimillatib o'tirmang. Bu Qur'onni qalbingizga jo qilib jamlab qo'yish ham, uni ummatlaringizga o'qitib berish ham, boshqarish ham hammasi bizning zimmamizdadir dedi. Shundan keyin Rasululloh xotirjam bo'ldilar. Xo'p, demak, wala yusawihi shay'un min kalamil makhluqin. Va yana Abu Ja'far Tahoviy aytibdilarki, biror bir insonning so'zi biror bir jihatdan kalomullohga nima qilmaydi? O'xshamas, teng kelmas deyaptilar. Ya'ni Qur'oni Karimni shakli, tuzilishi boshqasi na she'rga o'xshaydi, na bir nasriy bayonga o'xshaydi. Arablar bilgan uslubdan boshqacha, lekin arablar bilgan so'zlar bilan ishlatilgan harflardan tashkil topgan. Mana bu o'sha paytdagi shoirlar, o'sha paytdagi baligʼ zotlar, balog'atli kishilar, adabiyotshunoslar kerak bo'lsa bugungi til bilan aytganda, hammasi og'zini ochib lol bo'lib qoldi va Qur'oni Karimga o'xshagan biror bir sura aytisholmadi Qur'oni Karimga. Chunki gap faqat so'zlarni qofiyali bo'lishda ham emasda, balki so'zlarni ma'noli ham bo'lishligida. Qofiya kelganda ma'no yo'l beradi emasda Qur'oni Karimda. Yo'q, ham o'ta strukturasi kuchli va ichidagi ma'nosi kuchli. Yo oldingi ummatlardan xabar beryapti, yo keyingi bo'ladigan ishlardan yoki ayni muammolarni hal qilyapti. Buni qila olmasdi. Musaylamatul Kazzob degan bir Banu Musaylamadan kishi chiqqan, payg'ambarlikni da'vo qilib, unga Kazzob deb nom qo'yishgan. Qur'oni Karimga o'xshagan ma'lum bir o'zcha so'zlar aytgan-ku, lekin hammaga kulgu bo'lgan. Lekin shoirlar boshqalar uni ko'rib Qur'oni Karimni lol qolishgan va bunday Qur'oni Karim bir oyatini yozishga ham jur'at qilisha olmagan. Shuning uchun Allohning kalomiga biror bir narsa teng kelmas deyaptilar. Va ahli sunnana qoidasi wala naqulu bi xalqihi va la nuxalifu jama'atal muslimin. Qur'oni Karim Alloh taoloning yaratgan bir maxluqi, yaratgan bir narsasi demaymiz, balki u Allohning kalomidir. Ana shunday deb e'tiqod qilamiz deyaptilar. Va musulmonlar jamoatiga, ya'ni o'sha paytda musulmonlar juda katta qismi olimlari ham, avomi ham Qur'oni Karim Allohning kalomi deb bilishardi. Kalom deb bilishardi. Lekin haligi aytganimiz tarixiy bir jarayonda bir toifa chiqib, yo'q, bu Alloh taolo yaratgan narsa degan bir aqidaviy munozara ketgan. Shunga xilof o'laroq aytibdilarki, Abu Ja'far Tahoviy ham Imom Ahmad ibn Hanbaldan biroz keyinroq yashagan, o'sha atroflarda yashagan kishi bu ham. Va aytibdilarki, Qur'oni Karim yaralgan demaymiz, balki u Allohning kalomi, Allohning kalomi esa yaralmagandir deb aytamiz deyaptilar. Demak, faman absara hadha i'tabar wa an mithli qawli al-kuffari inzajar. Endi kim mana bu e'tiqodni, Qur'oni Karimni o'qib, anglab, tushunib, uni biladigan bo'lsa, tadabbur qilib ko'radigan bo'lsa, uni hech ham inson so'zi deb aytmaydi, balki Allohning kalomi ekanligiga ishonadi dedilar. Mana bu Qur'oni Karim haqidagi, demak, Abu Ja'far Tahoviy aytgan gaplari. Demak, ana shu orqali ahli sunna va jamoa nima qilamiz? E'tiqod qilamiz. Zotan mo'min musulmon degan kishi borki, Qur'oni Karimni Allohning kalomi deb
katta bo'ladi, biladi, o'rganadi. Faqatgina Qur'on atrofida o'tgan suhbatimizda aytganimizdek, qiyil va qollar, mishmishlar ko'p bo'ladi. Bir oddiy mo'min musulmon kishi Qur'oni Karimni o'qib, tushunib, dars qilib, boshqa buyuradigan bo'lsa, bu shubhalar kelmaydi. Asosan bu islom doirasidan tashqaridagi bo'lganlar. Islomga shubha ko'zi bilan qaraganlar, ateistlar yoki sionistlar yoki missionerlar, mana bular musulmonlarni Qur'ondan ayirmoqchi bo'ladi va atrofida turli xil mishmishlarni tarqatishadi. Va qadim zamondan bu narsa bo'lib kelgan. Qadim zamondan. Misol uchun Makka mushriklarini ham Nabiy alayhisolatu vasallamga nisbatan uni shoir deyishlari, degan bo'lsa Qur'oni Karimda ochiq aytadi. Va ma huwa bi sha'ir. Ya'ni bu Qur'oni Karim va ma huwa bi qawli sha'ir. Bu Qur'oni Karim shoirning gapi emas. Qaralaring, qaysi she'r vazniga o'xshayapti. Darhaqiqat Qur'oni Karim biror bir she'riy vaznga tushmaydi. Qur'oni Karimning o'zi arabcha matni she'riy vaznga tushmaydi. U payt she'riy vaznlar bo'lardi. Xo'p, va mazmun jihatdan ham she'rga tushmaydi. U payt yo qasida, yo g'azal, yoki boshqa she'rni janrlari bor edi. Bu Qur'oni Karim u janrlarga ham tushmaydi. Tushunarlika? Demak, she'rlikdan chiqib ketadi. Yoki uni majnunning gapi deyshadi. Va ma huwa bi majnun deydi. Qur'oni Karim Nabiy alayhisolatu vasallamdan mana bu shubhani, mana bu yolg'on bo'htonni rad qilib, bu majnun emas Muhammad alayhisalom. Bu aytayotgan gaplariga qarang, ma'nosiga qarang, uni vazniga qarang, uni shakliga qarang. Bu majnun kishi aytadigan gap emas. Majnun aytadigan gap kirdi chiqdi gaplar, issiq sovuq gaplar, g'alati gaplar bo'ladi. Nabiy alayhisolatu vasallam esa o'ta mezon bilan, o'ta bosiqlik bilan, o'ta hikmat bilan Qur'onni o'qib beryaptilar va ishlari, yurish-turishlari, boshqalari majnunning ishi emas. Tushunyapsizmi? Demak, Qur'onni inkor qilish uchun ana o'sha paytda ham turli xil urinishlar bo'lgan. Va undan keyin ham. Shuning uchun zamon-zamonda ulamolarimiz I'jozul Qur'on kitoblarini yozib turishadi. Ana unda o'sha zamonda chiqayotgan botil fikrlar, Qur'on atrofidagi mishmishlar boshqalarga raddiya berishadi. Va bugungi kunda ham Qur'oni Karimga mana bunday ta'nalar to'xtagani yo'q. Ayniqsa, ya'ni islom davlatlari yo'q bo'lib, islomni himoya qiladigan, ya'ni dunyoviy tizimlar, ya'ni islomni himoya qiladigan bir davlat shaklidagi tizimlar yo'q bo'lgandan keyin Qur'onni himoya qilishlik olimlarga, musulmonlarga o'ziga qolib ketdi. Ana undan keyin ko'ravering muammolarni. Ana undan keyin turli xil kishilar og'ziga kelganini, umrida bir Qur'oni Karimni varaqlab ko'rmagan kishilar Qur'oni Karim haqidagi turli xil botil fikrlarni musulmonlarning ichida yoyishga harakat qilib kelishmoqda. Inshaalloh kelasi suhbatimizda ana shu haqida gaplashamiz. Qur'oni Karimga nisbatan atrofidagi mishmishlar va qiyli-qollarni ba'ziga to'xtatib o'tamizki, biz mo'min kishi bilaylik buni va undan ehtiyot bo'lishimiz uchun ana shu o'rinda suhbatimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.